dedi-yu. Oshxona mebellarimiz bo'ldi. Tepalarimiz xudo xolasa emusa bo'ldi. Aboylarga ham bitta baho berib, ko'ringlarchi. Oshxonamiz. Xo'p, aboy polning mo'yshi. Yog' bo'lsa ham, chang bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham artila oladigan bemalol to'l qilib. Bu taraf televizorni. Qalay chiqibdi oshxonamizga beriga xudo xolasa ugolov qo'yiladi. Pastiga plyuslar qilinadi. Devorga. Ishlarga ham baho beriladi. Xudo xolasa buni lampasi tunuka fon bo'ladi, o'zgacha bo'lib. Qani bismillah. Oshxonani ham ko'ringlarchi. Nima deyapti akalar? Bu bambuk emas, bambukka o'xshagan aboy. Bambuk deyishinglar mumkin. To'q panel ham deyishinglar mumkin, unaqa emas. Bu aboy. Mana, xudo xolasa bu tarafimiz atachenta. Ko'rinishda aboy, tepalar rossiyskiy aboy. Podklaska emas, rossiyskiy o'zi. Bu yoq atachenta ko'rinishdagi boshqacha. Xo'p, bu yoq televizorni. Kattalar sifatli bo'lganligi uchun bu yerda qoraytirilmadi, sal yorug'roq bo'la olsin.